Minecraft 1.22 versiya ham уже chiqdi. Lekin senda hali ham 1.16 versiya. Hali ham yosh bolasanda. Barchaga assalomu alaykum. Bu video Minecraft haqida emas. Bu prosta tort tayyorlash retsepti haqida. 2 dona yirik xona haroratidagi tuxum, 1 chimdim tuz, 200 gram oliy nav. Da bu hazil edi. Obunachilar, bolalar, qizlar, Minecraftda ham yangi versiyasi chiqdi va unga 50 dan ortiq narsalar qo'shildi. Stop, Discordga kirib ko'raylik-chi. Hoy bro, Minecraft yangi versiyasiga nimalar qo'shilganini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Bilmayman. Bilmas ekanman. Kimsiz? Men to'poyman-ku, bilmaysizmi? Bilmayman bunaqa narsalarni. Yo'q, bilmayman. Bilmayman. Men ham bilmayman. Sizlardan so'rashga kirgandim. Obunachilar, mayli, hazilni bir chetga yig'ishtiramiz. Bu aslida jiddiy mavzu. 8 yil ortga qaytamiz. Bu Minecraft tarixidagi eng katta yo'qotish edi. Bir kuni bir bobo yoshligida o'lib qolibdi. Mayli necho, sizlar ham yangi versiyani qanaqaligiga qiziqib ketayotgan bo'lsalar kerak-a? Yangi versiyada yangi qo'rqinchli o'rmon. Bu yerning ismi esa Pale Garden, ya'ni rangpar bu. What the fuck? Kichkina xaltacha. Bu xaltacha ham menga juda yoqdi, chunki buning afzalliklari juda ko'p. Yangi strukturalar. Poyezd tezlanishi. Sirli qo'rqinchli mob. Va teshik paypoqlar qo'shilgan. Bularni hammasini sizlarga ko'rsatishimdan oldin shu videoga like bosib, yangi kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bizlar shu video bilan 5000 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Xo'p, maqsad ko'rsak, bugun biz teshik paypoq yangi versiyani o'rganamiz. Minecraft yangi o'rmon. Minecraft 1.22 yangilanishda yangi o'rmon qo'shildi. Bu o'rmon boshqa o'rmonlarga qaraganda ranglari kam va qo'rqinchli yaratilgan. Va eng qizig'i, bu yerda cho'chqa, sigir, qo'y, tovuq kabi nigerlar paydo bo'lmaydi. Demak, bu o'rmon keraksiz. Ovqat ham topilmaydi. Yana yetmaganiga Minecraftda kech tushsa o'rmon ichiga kirganingizda qo'rqinchli ovozlar ham kelib turadi. Da bolla, bu rangsiz bug' rangdagi o'rmonda orqangizda sizdan qarzini bir oydan beri ololmay yurgan do'stingiz bo'ladi. Da bu hazil edi. Qarochi, Minecraftda yangi qo'shilgan qo'rqinchli mob, Kraken kalla. Bu turrancha boshqa maxluqlardan umuman farq qiladi. Masalan, sizga Krakenni umuman o'ldirib bo'lmaydi desam, ishonasizmi? Ishonmaylar, bu yolg'on xabar. Biz uni yengishimiz mumkin. Qachonki biz bu turranchani qayerdan jon olayotganini bilganimizda, bu katta o'rmon uning yuragi. Aytgancha, Krakenning bitta yaxshi xususiyati bor. Agarda u orqangizda bostirib kelayotganda unga qarasak, joyida ikkala qotib qoladi. Bu esa bizlarga qochishimizga yordam beradi. Ammo unda ko'zimizni olgan zahoti yana ortimizda kelishni boshlaydi. Bu turranchani boya aytganimdek o'ldirish qiyin. Hattoki uni Warden, Wizard, Golem, hattoki dragon ham o'ldira olmaydi. Bu bobni miyasi ishlagan odam o'ldira oladi. Ya'ni men. Krakenni bu rangdagi o'rmon ichidagi daraxtlarda yuragi bo'ladi. Uni o'zini o'ldira olmaymiz. Qurol aslahalar uni tirnamaydi ham. Lekin o'rmondan uni yuragini topib chopsak, Kraken sinib ketadi. Eng qizig'i, Minecraftdagi qaroqchilar, ya'ni pillagerlar Krakendan qo'rqishadi. Demak, pillagerlarni ham duxun olayotgan ham chiqibdi. Yana bitta gap, sizlarga Pale Garden biyomida uy qurishni maslahat bermayman. Chunki uy qurish uchun yaxshiroq joy topishim kerak. Stop. Mana bu dahshat joy ekan. Shu daraxtni ustida quraman. Let's go. Yes. Stop. Bu daraxt emas. What the fuck? Kraken haqida ma'lumotlar shu edi. Qisqa qilib aytganda, bu turrancha orqadan keladigan kirisa ekan. Struktura mavzusini rangpar daraxtdan boshlasak. Bu daraxtni qancha urinsangiz ham yolg'iz o'stira olmaysiz. Uning oldida обязательно 3 ta urg'aymog'i bo'lishi kerak. Va daraxt xuddi Eiffel minorasidek juda tez o'sadi. 1.22 versiyada uy qurish uchun juda zo'r rangpar taxta va yog'ochlar keldi. Ya'ni yangilanishda yangi taxta, zina, 05 taxta, reshotka, eshikcha, eshik, tugmacha, bilmayman buni ismini, oyoq bilan bosqich strukturalari va shuningdek yozuv stoli qo'shilgan. Albatta bu hammasi emas. Bu mavzu bunaqa yorug'lik
grafik tezligida tugab qolmaydi. 1.22 yangilanishda rangbar o'tlar qo'shildi. Ya'ni blok oldiga o'tni qo'ysak, uning qo'shimcha o'tlari bloklarga o'tib ketadi va osilib turadigan rangbar o't qo'shildi. Yangilanishda yangi rangbar kiyimlar ham qo'shilgan. Ana endi boshqa mavzuga o'tsak bo'ladi. Ya'ni kuni kecha mahallamizda yo'lida avariya bo'ldi. Bunga sabab yo'llarimiz tekisligidandir. Hamma joy asfalt qilinganidan haydovchi zerikib, yama izlayman deb stolbaga tiqibdi. Umuman boshqa mavzuga o'tib ketdik-a, esma chiqib ketdi uzr. Endi Minecraft poyezdlarining tezligi soniyasiga o'xshadi. Nihoyat Minecraftda katta yangilanish, poyezdlar tezlanishi. Biz buni ancha kutgan edik. To'g'risini aytsam, hech kim bilmasdi-mi bu haqida? Qarochi, endi poyezdlar yurgan sari tezligi ortadi. Lekin siz 1.22 versiyaga kirib poyezdni xuddi shunaqa domaloq relsga qo'ysangiz, u oldingidek asta yuradi, umuman tezlashmaydi ham. Bu poyezdni ham tezlatishning o'zining siri bor. Lekin buni sizlarga aytmayman. Chunki sizlar hali ham shuncha mehnat qilgan videoimga like bosmadinglar. Ha yana bir gap, shu videoimga 8000 ta like yig'ilsa, shu kanalimga yana boshqacha video chiqaraman. Va bu kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ha aytgancha, barchangizni yangi yil bilan tabriklayman. Buni biza nishonlashimiz kerak. Yo'q, bu nishonlash emas. Yana bir nishonlanadigan xabar. Mana shu kanalimizda hali hech qancha video bo'lmay turib 2000 ta obunachi yig'ildi. Biz buni ham nishonlashimiz kerak. Mavzuga qaytsak, X, Y plus Bo'ya aytganimdek poyezdlar o'zidan-o'zi tez yurib qolmaydi. Biza chet yordamida Minecraft tezligini oshirishimiz kerak. Ya'ni aynan shu chet bilan Minecraft tezligini 500 ga oshirib qo'ysak, Minecraft sezilarli darajada tezlanadi. Bu tezlanish tabiat va hayvonlarga ta'sir qilmaydi va Minecraft poyezdlari tezlanishini ko'rishingiz mumkin. Men esa bir qancha chet tillar ustida poyezdlarni sinovdan o'tkazdim. Bu xaltacha sizga qo'shimcha joy qo'shib beradi. Ya'ni sizning inventaringiz to'lib qoldi. Bu xaltachaga esa 64 ta har xil narsalarni sola olasiz. Bu xaltachani rangini ham o'zgartira olasiz. Ya'ni Verstackga xaltacha va rangni qo'ysangiz, o'sha qo'shgan rangingiz chiqib keladi. Lekin menga shu buq rang ham yoqdi. Xo'sh, Sonic'dan ham bir so'raylik-chi, Minecraftda yangi qo'shilgan xaltacha yo'qdimi? Sonic sizga Sonic? Yo'q. Bu xaltachani yasash ham juda oson. Sizga sigir va o'rgimchak kerak bo'ladi. Bu siz o'ylagan narsa emas. Sigirni o'ldirib terisini olasiz, o'rgimchakni ham o'ldirib to'rini olasiz. Verstackga to'r bilan terini birlashtirsak, xaltacha paydo bo'ladi. Xaltacha mavzusi juda qisqa bo'ldi, lekin bu xaltacha haqida ma'lumot men sizlarga iloji boricha qisqa qilib tushuntirishga harakat qildim. To'g'risini aytsam, o'zi boshqa ma'lumotni bilmasdim-ku. Va bu mavzulardan ham eng qizig'i 1.22 versiyadagi barcha qo'shiladigan narsalar haqida ma'lumot berib bo'libman. Demak, videoni tugatish vaqti keldi. Sizga 1.22 versiya yoqdimi? Dunyo sir asrorlarga boy. Biz esa videoni oddiy tugatmaymiz. Sizningcha yer dumaloq shakldami?